Men Nodira Abduhalilovna, mana shu yili ikkita qizimni logoped, defektolog Umida Shuhratovnani oldilariga 3 oy oldin olib kelgan edim. Katta qizim Muslimada SSsi yo'q edi. Farzona qizimda RSi yo'q edi. Keyin til o'sishi orqada qolgan edi. Umida Shuhratovna tufayli 3 oyda qizim rezultat ko'rib, hozir bemalol hamma so'zlarini ravon etib, shni ham, sni ham ravon gapiryapti. Kichkinamda 2 oyda R chiqdi. Ko'p defektolog, logopedlar aytayaptiki, 3 yoshda Rni chiqarish qiyin bo'ladi deb. Lekin biza 2 oyda rezultat ko'rib, hozir yaxshi gapirib, bemalol bo'lgani uchun mana 3-farzandim Muhammad Aminimni olib keldim. Bizada ozgina chap taraf nerv tortishi va Rsi, Shsi yo'qligi tufayli 3-farzandimni ham olib keldim. Umida Shuhratovna baraka topsinlar. Judayam opitniy, judayam o'zini ishini ustasi bo'lganlari uchun rahmat aytaman.